Uydagilarim sizlarga berishga rozi, faqat o'zim ikkilanib turibman-da. Voy, umuman qo'rqmang, men yomon qaynonalardan emasman. Sizga vobshim qattiq gapirmayman. Aynan ketay. Ya odam qodammas ekansiz. Bu miyada ishdan boshqa narsa ham barmi? Farasatni ham musulga tashlab yuborgan ekansiz-a? Voy, rahmat. Uyimizda ish ham kam qoqindig'oy. Keling, mana bir toqara kira qo'lingizda yuving. Abetga bir qosqon mart qilib qo'ying, keyin ani o'g'sini qochib ketdi, bolasini ham emizib qo'yishingiz kerak. Ha, bo'ladi. O'zima qilasiz? Oyna artib Ha, mana supurgini hamchi. Supurib uni o'qisangiz, birato'la supurib ketasiz, xo'pmi? Esingizdan chiqmasin. Chizorsizlar. Aytgancha oyijon keliningiz o'qigan. Aylanib ketay. Unda ishlashingizni ham ruxsat beraman. Oyjon, to'ydan keyin ishlashga ruxsat beraman dedingiz. Ruxsat? Uyda shuncha ish bor, qaysi birini qilasiz? Hojatxona tozalaysizmi? Vannani tozalaysizmi? Xolisingizdan oshxonani tozalab qo'ying. Ja, bo'lmasa mana uy tomini ochib yopib. Keyin ko'p qizlar ovsinidan qo'rqadi-yu. Bizani ro'zg'or o'zi kichkina, to'g'rimi oyijon? Ha. Aka, yaxshimisiz? Gaplashamiz qolgan. Qalaysan? Ro'zg'orimiz kichkina deganingiz-ku. Ha, kichkina-ku mana. Nima kichkina ketsin hammasi. Qayerga ketadi? Skandar Buildings mezbon loyihasidan xonadonsin boshlang'ich 82 million so'm to'lasa, qolganini 36 oyga bo'lib to'laveradi. Hamma sharoiti bor, Yunusobodda joylashgan. Zo'r narsa ekan-a? Unda men akamga aytaman, ketadi, keyin 5 ta ro'zg'or qolib mazza qilib yashayveramiz-a?